Vinicius Junior Prime bilan Lamine Yamal Prime solishtirib ko'ramiz. Xullas, bu Vinicius Junior 2024dagi Prime payti, aynan o'sha paytda futbol muxlislari tanlosi Viniga yetirgan bo'lmagani, dribbling, finishing, IQ, gol va nuqta qo'yish bu Vinicius Junior deydi. Haqiqatan jamoaviy o'yinga juda moslashgan edi, lekin afsuski shunday talant oltin to'psiz qoldi. Juda alamli bo'ldi 2024 Real Madrid muxlislari uchun. Biz mana shunaqa gaplar, Vini Prime boshqacha edi. Endi Lamine Yamalni ko'ramiz, 2025-yil u ham darajasini ko'rsata oldi. To'g'ri, Chempionlar Ligasini yuta olmadi. El Clasico'larda, final o'yinlarida o'zini ko'rsatdi. Haqiqatan Lamine Yamal Ispaniya futbolida borligini ko'rsatdi. Qanaqadir Neymar skillari, Neymarga qanaqadir vibe'ini berdi Lamine Yamal. Mana shu gaplar. Buni ham bir yomonlash kerak emas, buni ham qanaqadir yaxshi o'yinlari bo'ldi oldingi sezonda. Gapsiga qaytyapti. Endi futbol muxlislariga savol: Vini Prime kuchlimi yoki Lamine Yamal? Kommentariy yozib qoldiringlar.